Assalamu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Suhayba. Bugun sizlarga ozg'a nima uchun egar qo'shiladigan bo'lib qolgan degan mazmunni o'qib beraman. Ozg'a nima uchun egar qo'shiladigan bo'lib qolgan? Burungi zamonda ajdodlarimizning otni ustiga hech narsa qo'ymay, yayloqlarda minetgan. Shu sababli uzoq safarga chiqqan, uzoq muddat jang maydonida yurganlarning teqimi yara bo'lib ketadigan. Kunlarning birida bu elga yov qo'shinlari hujum qilib kelibdi. Jang nihoyatda shiddatli ham uzoq davomlashibdi. Bu shahardagi hamma erlar yigitlar degudek jangda ishtirok qilibdi. Ana shundoq yigitlardan birining onasi o'g'lini ustida uzoq tutib tiqimning yara bo'lib ketganligini bilib, o'g'li jangda menish oldida tuyuqsiz o'zi yugurib qo'ygan. Bundoq xamirni ozroq yapaloq yapaloq qilibla otning ustiga silib beribdi. Yigit yana jangda kirishib ketibdi. Ammo ximir bo'lg'achqa uning tiximi og'rimabdi. Jangdan keyin qarasa ximir qurib ketib, olning ustiga ham mahkam o'rnashib qolgan ekan. Bu xabar tarqalgandan keyin podshoh shu xamirning shakliga otga egar yasashni buyuribdi. Uningdan Shuningdan boshlab otlarning ustiga har xil ziynatli egarlar to'qilib miniladigan bo'lgan ekan. Xo'sh,